Bu joyga 2025-yilda eng ko'p sotilgan high-tech fason darvozani stanovkasini yakunladik. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Navbatdagi manzilimiz Andijon viloyati Baliqchi tumani O'rmonbekda bo'ldi. Bu joyga 2025-yilda eng ko'p sotilgan high-tech fason darvozani stanovkasini yakunladik. Darvozamizni qisqacha video obzor qilib beramiz. Darvozamiz razmeri eniga 3.30, balandligi 3.40 bo'lgan. Hop, ikki yonida tepada aylana 30 sm obnalchkasi bor. Bunga ishlangan materiallar kesak profillar 10 burs 2,5 qalinligida ishlagan, taglari 10lik shveldir. Ichidagi oltiga to'rlari 1.7 qalinligida bo'lgan, listlar 1.8 3 qavat. Bunga ishlagan hamma mayda kvadratlar ham 1,5 qalinligida ishlagan. Bu joyi lazer gul. Buni tagida bitta 1.8 list bor, orqa tomonda ham 1.8 list bor. Darvozamiz polni tuplit qilingan. Bu joylari har doimgidek qora nerjeveka. Darvozamizga zubr zamok qo'yib berganmiz. Darvozamiz nihoyatda yengil ochilib yopiladi. Buni kraskalariga kelsak, avtomobilni Devo kraska, avtomobilni lak. Bunga kraskadan oldin gruntovka sepilgan. Kraskasiga 5 yil bunga kafolat beramiz. Hop. Buni tepasiga o'ziga moslab kazirog yasab berganmiz. Bu kazirogimiz ham 4x4 profil, 4x2 profilli ishlagan. Bu ham hammasi 1,5 qalinligida. Tepalari leksan. Bu oldidagi gullarini ham polni darvozamizning gulliga moslab bir xil lazer gul qilib berganmiz. Orqa taraflarini ham bir ko'rsatib beramiz. Bu darvozaning orqa ko'rinishi. Bu 3 qavatli holati. 2 qavatli holatida bunda orqalarida profillari ko'rinib turadi. 3 qavatlisida shu tekis gilat holatda bo'ladi. Har doimgidek oshiq-moshiqlari ikkitadan. Katta qanotida tepa qismiga ikkitadan qo'yiladi. O'zi ochiq 3 ta bo'ladi. Bu joyda ochish imkoniyati yo'q. Sentr uchkamiz nihoyatda yengil ochilib yopiladi. Ichkarida sharoit yo'qligini hisobiga ochish imkoniyati yo'q. Bu joy nihoyatda yengil ochilib yopiladi. Yosh bola ham boshqarsa bo'ladi. Ichkarida tunikofonchi akalarimiz tunikofonlarini chiroyli qilib yasashyapti. Darvozamizning narxiga kelsak, 1 kvadrati 1.500.000 so'mdan 3 qavatli holatda. Kimgadir 2 qavatli holat kerak bo'lsa, 1.350.000 so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovka qilib beramiz. Hop, darvozamizning option narxi 21 million so'mga shu joyga kelib o'rnadi. Kazirogimiz 7 million. Bu ikkalasini option narxi 28 millionga shu joyga kelib o'rnadi. Kimga shunaqa darvoza, kazirog, barel, reshotka, temir ishlari kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkalarimiz bepul. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar.